Assalomu alaykum. Everest 7 kuchli motobloklarimiz kelgan yangi partiyalari qora rangda bo'lgan Everest 7 HP. Baklari 4 litr benzin oladi. Matviy qilib ishlangan. Vozdux filtrlariga keladigan bo'lsak, vozdux filtrlari katta vozdux filtr, gulishtirlari ham katta gulishtirdan. Kichik bak, kichik vozdux filtr emas. Shu narsalarga ahamiyat berasizlar. Ayrim 1-2 ta aqllilar chiqib olib, original motoblok deb sotishyapti. Masalan, original motoblok bo'ladigan bo'lsa, narsalarni kichik ishlamaydi. Brend tovar bo'ladigan bo'lsa, hamma narsa Xitoy bo'ladi. Xitoyda ishlab chiqarilgan. Bu uyda ishlab chiqariladigan narsa emas. Hammasi zavodskoy narsa bo'ladi. Xoh Everest bo'lsin, xoh boshqa modellar bo'lsin, hech kim uyda ishlab chiqarmaydi Xitoyda. 1-2 ta aqllilar o'zlaricha chiqib olib, shunaqa qilib gapirib sotishadi, yolg'on gapirib. Unaqa narsalar shart emas. Liboy brend hammasi zavodda chiqadi. Men birovni brendini yomonlash maqsadim ham yo'q. O'zimning brendim ham maqtab ani qilmayman. Bu ham Xitoy, masalan Germaniya yoki bo'lmasa bu boshqa deb yolg'on gapirib sotmaymiz. Xo'p, baklari 4 litr benzin oladi, motorlariga 170 F deb yozib qo'yibdi, seriyaning nomerlari bilan. Balonlarga keladigan bo'lsak, balonlar to'rga 10 balonda Zubr deb yozib qo'yibdi. Balonlarigacha mana ko'rishingiz mumkin, Zubr. To'rga 10 balonda bo'ladi, vomlari bor, vomlariga bemalol karcher ulasangiz bo'ladi. Korobkalarga seriya nomerlari tushirilgan holatda ko'rishingiz mumkin. Seriya nomerlari ham bor korobkasida. Skorslarga keladigan bo'lsak, oldiga 2 ta skors bo'ladi, orqaga 1 ta skors bo'ladi. Bu mexanika korobka, avtomat emas. Buni komplektida 32 ta pichog'i bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 3,5 million so'm. Shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib keladigan bo'lsangiz, 3 million 400 ming so'mdan qilib beramiz. Skladimiz Toshkentda, Sobirahim Do'mbrobodda. Telefon nomerlarimiz 94lik 140 08 18, 97lik 782 0755.